Hammaga salom do'stlar. Oldingi videoda ham men futbolchilarni ko'rsatgan edim. Bu videoda ham qolaman. Bu ikkinchi qismi. Bunda men kimni ko'rsatiraman? Ronaldo. Birinchi navbatda Ronaldoni full qilaman. Mana Ronaldo ham full bo'ldi. Pas qo'ysam Ronaldoning zarbasiga berganim yaxshiroqmi dedim. Endi Ronaldoning kartasini ko'radigan bo'lsak, %99 tezlik, %98 shot, pas %56, dribling %89. Qolganlari endi Chouamini, Franco. Mana Chouamini ham full bo'ldi. Chouaminiga kuch beraman. Bizning Chouamini. Men kartasini ko'radigan bo'lsak, kartasida Defting 182. Tak endi Henrikni kuchaytiraman. Over 120 oldi darro. Gishta kuchaytirgichim qoladi adashmasa. Balki 123 bo'lsin. Balstik. Naves. Timberni kuchaytirib o'yinga qo'yadigan bo'lsam nima bo'ladi? 118 Timber. Endi 123 bo'ladi deb o'ylayman. Yo'q, shunda ham 123 bo'lmadi degan. Endi men nima qilsam bo'ladi? Puri kam kuchayam ekan. Yo'q, 33 kerak. 33 qayerdan topaman seni? 33 ta kuchaytirishni qayerdan topsam bo'ladi? Naqd 100 tasini topadigan edim desam bu yerdagi o'zimning 115 pul biroq men ketkazmayman, chunki mana buni sariq kartasini olish uchun ularni ketkazmayman. Bu yerga o'tadigan bo'lsam, endi nima qilaman? Buni olaman-da, bu yerga qo'yib yuboraman. Endi
bu yerda o'sha himoyachimni topaman, ya'ni Albani va mana o'sha albom bo'ldi, tushundim. Mana 114, 115lar. Endi menga 115 kerak emas, 116 va ikkita 116, ikkita 117 kerak. Tak endi bulardan ham bu sostavim ham 122 ga qaramay joyingni almashtir. Uyalmaysanmi yo'lda turishga? Bu deyarli bu yerda ko'p sostavim 122, biroq bundan tashqari timberni qo'yaman. Buni qo'yaman. Bo'ldi. Hozir nima qilsam bo'lardi demayman-da, chunki prizonetto ver va menga endi nima kerak? Prizonettilar kerak menga endi. 116 ham kerak.